Germaniyada katta bir shifoxonasiga yozib qo'yibdi. Biz qornimiz ochmagunicha ovqat yemaydigan, agar ovqatlansak, to'ygunimizcha yemaydigan qavmimiz. Sitatning egasi arab shoiri Muhammad ibn Abdulloh deb qo'yibdi. Subhanalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular shoir deb, lekin gapini olyapti ekan. Demak, ovqatlanishidagi sunnat nima edi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan narsasi. Mana endi kasalliklarni oldini olishlikda, profilaktika qilishlikdagi eng asosiy qoida shu ekan. Rasul aytganlar, oshqozon kasalliklarning uyi. Al-Maidatu baytud-da. Agar ovqatlanishlikda sunnatga rioya qilsak, shariatning talabini bajarsak, kasal bo'lmaymiz. Hozir men bir qancha hadislar aytaman va voqeligimizni taqqoslaymiz. Payg'ambarimiz aytganlar, mana hozir aytyapmiz, nahnu qawmun la nakulu hatta naju. Biz qornimiz ochmaguncha ovqat yemaydigan qavmimiz. Bizchi povod bo'lib qolsa yo'ramiz. Rasul aytibdilar, yesak to'ymagunimizcha yeymiz deyapti. Biz nima deymiz? To'ymaguncha turmaymiz. Rasul aytibdilar, oshqozonni 3 dan biri ovqatga, 3 dan biri suvga, 3 dan biri havoga deyaptilar. Biz nima deymiz? Biz 3 dan 1, 3 dan 1ni bilmaymiz biz. Biz to'lganda turamiz. Yana Rasululloh aytganlar, idishlarni, inson bolasi to'ldiradigan idishlarning eng yomoni qorin desa, biz qorinni to'yg'izishlik hayotimizning mazmuniga aylanib qolmaganmi?